Hammaga xayrli kun. Biz bugungi kunimizni juda ham yaxshi boshlab oldik. Konsultatsiyalarni tugatib, hozir mana rejaga qo'yilgan operatsiyani Mahfuza Muhammadjanova bilan birga boshlaymiz. Bugungi planga qo'ygan operatsiyamiz, hurmatli obunachilar, 45 yoshli ayolda polip endometriya aniqlangan. Polip endometriyasi bu menopauza davrida uchrayapti va qin devorlari tushishi, ya'ni apushina aniqlangan. Bemorda hozirgi o'tkaziladigan operatsiyamiz gastroskopiya, удаление polip, reviziya matkani ichi, ya'ni bachana ichini tekshiruvi va qin devorlarini oldingi va orqa devor plastikasini o'tkazamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Rezultatlar bilan albatta bo'lishadi. Biz bugungi navbatga qo'yilgan operatsiyamizni juda ham chiroyli yakunladik. Gastroskopiya plastika operatsiyamiz ikkita operatsiya birdan bitta narkoz ostida o'tdi. Bemor operatsiya bo'yi xushlardi edi. Belda narkoz berilgan. Hech qanday og'riq sezgani yo'q. Operatsiya yaxshi o'tdi. Birgalikda operatsiyani o'tkazdik. Sizda qandaydir ginakologga savollaringiz bo'lsa, o'z sog'lig'ingiz haqida qayg'urishni hech qachon unutmang va shifokorga murojaat qiling. Hammaga rahmat.